Assalomu alaykum. Ikkinchi darsimizga xush kelibsiz. Bugun har bir harfni o'qilish qoidalariga to'xtalib o'tamiz. Demak, A harfidan boshlaymiz. A harfimiz A'ligicha talaffuz qilinadi. Ya'ni shunchaki A, to'g'ri A. Misol uchun, ami, avion deb o'qiladi. B harfimiz B harfi ham B'ligicha o'qiladi. Hech qanday istisnoli holatlari, qoidachalari yo'q. Misol uchun, bonjour, bebe deb talaffuz qilaveramiz. Keyingi harfimiz bu S harfimiz, ya'ni S harfimiz. Buni qoidachalari demak mavjud. Ushbu harfimiz demak I, E, Y oldida, ya'ni Y harflarini oldida S deb o'qiladi. Qolgan holatlarda K deb o'qiladi. Ya'ni yana bir to'xtalib o'taman ana. Ushbu harfimiz S harfimiz I oldida I, E, to'g'ri. Umuman belgilari bor. Emas, belgilar haqida to'xtayman. Y. Mana shu 3 ta harfimiz oldida I, E, Y oldida S, qolgan holatlarda K deb o'qib ketiladi. Misol uchun bu yerda so'zni o'qiymiz. Sinema. Mana sinema, kafe. Sinema so'zida I bo'lganligi uchun S deb o'qilyapti, sinema. Kafe so'zida A bo'lgani uchun K deb o'qiyapmiz. Belgilarga to'xtaladigan bo'lsam, mana E'ni ustida turibdi belgi. Sinema so'zidagi E'ni ustida, kafeda E'ni ustida turgan belgilar bular aksanlar deyiladi. Aksanlar qoidalarini tushuntirib o'taman keyingi darslarimda. Lekin oltin bir qoida, so'zlarni yodlayotganingizda mana shu aksonlar bilan birgalikda yodlashga harakat qilavering. Chunki bularni aniq qayerdan kelib qolganligi shu qoida asosida mana bu so'zda shu belgi qo'yilgan degan qoida mavjud emasligi hisobiga ertaga so'zlarimizni noto'g'ri yozib qo'yish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun so'z yodlayapsizmi? Ushbu belgilar bilan birga yodlab keting. Bu belgilarni demak ullilarga tushadi faqat. Yana boshqa turlari ham bor. Narigi tomonga qaragan qalpoqchali shakllari bor. Ularga to'xtalamiz alohida. Keyingi harfimiz bizda D harfi. D harfi bunga ham istisnoli holat yo'q. D'ligicha o'qilaveradi. Demain. E harfimiz. Demak, E harfiga to'xtaladigan bo'lsak, hozir bir daqiqa bu yoqdagi so'zlarnikini o'chirib tashlaymiz. E harfimiz, ya'ni Ö deb o'qiymiz alifboda. Ozgina murakkabroq fransuz tilida. Bunga alohida to'xtalish talab qilinadi. Demak, ustida belgichasi bo'lsa, shunchaki E deb o'qib ketamiz. Mana bu yozib qo'yilgan ette so'zida, payaq so'zlarida shunchaki E deb o'qiladi. O'zbek tiliga monand. Lekin O o'qilish holatlari ham mavjud. Misol uchun, mana bu L deb yozilgan so'zimizda, L deyilganda L deb o'qiladi. E harfi eslab qolamiz shu yerda. Ikkita harfdan iboratli so'zlarda kelganida O deb o'qib ketaveramiz. L, yana D keladi, M, T. Bunda ikkitagina so'zdan, ya'ni E bilan iborat, ikkitagina harfdan iborat so'zlar tarkibida O deb talaffuz qilaveramiz. Yana old qo'shimcha sifatida keladi. Bularda ham Ö deb o'qiladi. Bu qoidalarni albatta o'qib o'rgangandan keyin tekst o'qib, ularni tahlil qilish kerak. Baribir amaliyotda bilinadi. Chunki ba'zi bir qoidalarda istisnoli vaziyatlar bo'lib, o'zgarib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun o'rganildimi, albatta praktis qilib, uni amaliyotda qo'llab, tekstlar o'qib, o'sha so'zlar ustida tahlil qilib olib borish kerak. Keyingi harfimiz bu F harfi. F'da ham istisnoli holat yo'q, ya'ni qoidachalar yo'q. F F'ligicha qoladi. Fon, for.
Misol uchun. J harfi, endi bunga to'xtalamiz. Buni demak qoidachasi bor. Birozgina S ga o'xshagan. Ya'ni I, E va Y. Mana bu E'ligi bilinsa, yana Y, L deb o'qib qo'ymaylik. I, E, Y ullilari oldida. Endi Y, mana bu Y harfi o'zbek tilidagi. Buni ham ulli, ham undosh vazifasida kela oladi fransuz tilida. Semi voyel yoki semi konsey deb ataladi. Semi konsey, semi voyel, ya'ni yarim ulli, yarim undosh harf hisoblanadi. Ulli vazifasida ham kela oladi, undosh vazifasida ham kela oladi. Y, Y deb o'qiymiz alifboda. I, E, Y oldida mana shu demak G o'zbek tilidagi harfimiz, ya'ni J harfimiz J deb o'qiladi. Qolgan holatlarda G deb o'qib ketiladi. I, E, Y oldida kelsa bo'ldi. Misol uchun genial. Genial. Bu yerda E ni yonida kelyapti. Shuning uchun J deb o'qiyapman. Yana J deb emas, J deb o'qidim. Vaziyatga qarab farqlanishi mumkin. Genial, garçon. Mana bu yerda garçon A harfi bo'lganligi uchun mana 3 ta harf tarkibida yo'q A. Shuning uchun G deb o'qib ketyapman. Garçon, genial. Keyingi harfimiz bu H harfi. Umuman so'zlar tarkibida, gapni boshidagi so'zlar tarkibida so'zni boshida keladimi, oxiridami, o'rtasidami o'qilmaydi. Ya'ni o'qimaymiz, talaffuz qilmaymiz umuman. Как yoziladi, o'qilmaydigan harf sirasiga kiradi. O'qilmaganligi hisobiga undan keyingi kelayotgan harfni o'qib ketamiz. Misol uchun om, otel, om. Bu yerda o'sha H harfi o'qilmaganligi uchun undan keyingi oni o'qib ketyapmiz. Doim shunday buni qoidachasi. I harfi eligicha qoladi. Misol uchun image, idée, image, idée. Keyingi qoidamiz J. Ham J deb o'qiymiz. Jour, jamais. Hozir bu yerda qoidachalar chiqyapti. Misol uchun harf birikmalari va oxirida o'qilmaydigan so'zlar tarkibida o'qilmaydigan so'zlar, ya'ni harflar ham chiqib turibdi. Hozir asosiy e'tiborni o'sha ko'rsatib ketayotgan harfimga qarataveringlar. Harf birikmasi va so'z oxirida o'qilmaydigan harflar haqida ham ma'lumot beraman. K harfimiz, K, ya'ni alifboda kilometr, misol uchun. Bu harfimiz ishtirokidagi fransuz tilida so'zlar kamchilikni tashkil qiladi. Ya'ni ko'p ham bu harfdan iborat so'z uncha uchratmaysiz. Xo'p, mana shu yergacha demak harflarni ko'rib oldik. Keyingi sahifani ochamiz. Hop. Bu yoqda ham endi bitta formaga tushib olishimiz kerak. L harfi. L harfimizda L-ligicha o'qib talaffuz qilinmayveradi. Livre, lune. Livre, lune. M harfimiz ham M holatda talaffuz qilaveramiz. Maman, maison. Maman, maison. N ham xuddi shunday. Buni ham qoidalari mavjud emas. Nom, nuit. O ham oligicha o'qiladi. Yakka o'zi kelganda albatta harf birikma bo'lib kelish vaziyatlari bor. Harf birikmalarida ko'ramiz. Shunda o'zgaradi. Lekin o'zi yakka kelganda O oligicha o'qiladi.
orange, ordinateur. P harfi. P'da ham holat yo'q. P'ligicha o'qiladi. Papa, foto. Endi foto so'zida birikma bo'lgan, lekin yakka o'zi kelgan holatda P deb talaffuz qilaveramiz. Q harfimiz. Endi bu Q deb o'qilmaydi. O'zi fransuzlar o'zi Qni aytishga qiynalishadi. Q ko'p holatda u bilan birga keladi. U bilan birga kelib, ikkalasi Kni beradi. Ya'ni K deb talaffuz qilamiz. Misol uchun ki so'zida. Ki, question, ki so'zida ham ko'rib turibmiz. Q bor, u bilan birga kelgan. Q u birga kelsa K deb o'qiladi. Shuni hisobiga ki deb o'qiyapman. Question bu so'zda ham Q u birga kelgan, ko'rib turibsizlar. K deb birga ketyapti. Question deb o'qilyapti. Yoki qui yoki question deb o'qib yubormaslik kerak. Keyingi R harfimiz bu G deb o'qiladi. O'zbek tilidagi G bor-ku, shunaqa talaffuz qilamiz. Va endi mana shu fransuz tilini o'ziga xosligi va mana shu harf ishtirokidagi gaplar ko'pchilikni tashkil qiladi. Shu g'g deb ham aytishadi-ku. O'shaning uchun buni G deb talaffuz qilinadi. Rue, restaurant. Rue, restaurant. S harfimiz, demak, S harfi. S harfi shu so'zlar tarkibida oddiy S kabi o'qiladi. Misol uchun soleil deb o'qiyapman. Lekin mana shu S harfi ikkita unli o'rtasida kelsa, Z deb talaffuz qilinadi. Ya'ni Z ikkita unli o'rtasida. Maison so'ziga e'tibor beringlar. I va O unlilar o'rtasida kelyapti. Yana ikkita tomonda unli o'rab olgan. Shuning uchun maison deb Z deb talaffuz qilyapman. T harfimiz, keyingi harfimiz. T harfi ham T'ligicha qoladi. Table, train. U, ya'ni uy. Hali o'zbek tiliga monand u deb emas, chuqurroq o'qiladi. Uy. Misol, tu emas, tu. Musik emas, muzik. Mana tu, muzik, uy. Bu yoqda muzik so'ziga qaranglar, ikkita qoidachamiz chiqdi. S birinchisi ikki turli o'rtasida kelyapti, Z deb o'qiyapman va Q bilan U birga kelyapti, K deb o'qiyapman. Muzik. Mana tu, muzik. Keyingi, demak, harfimiz bu V. Vligicha o'qiladi. Voiture, vivre. Va W bu o'zi fransuz tilida ishtirokidagi so'zlar, ya'ni fransuzcha so'zlar kamchilik tashkil qiladi. Asosan ingliz tilidan o'zlashgan so'zlarda uchraydi W. Va ingliz tilida talaffuzimiz qanday o'qilsa, shunday o'qib ketaveriladi, ya'ni V holatida. Weekend, misol uchun weekend. Bu asosan ingliz tilida o'zlashgan so'zlarda uchraydi. Mana shu har bir harfni o'ziga xos qonun, qoidachalari. Endi shu yerda talaffuzlarda oxirida o'qilmaydigan tovushlarimiz bor edi. Shular haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaman. Ya'ni so'zlar oxirida kelganida, so'z oxirida kelgan, fransuz tilida so'zlar oxirida, misol ni ko'rdilaring, o'qimay o'tib ketdim. Mana vivre, vda, muzik so'zida ni o'qimadim. E harfi, S harfi, T harfi,
D harfi, X, S, T, D, X. Hop, ba'zi holatlarda P ham keladi. Ba'zi vaziyatlarda Z ham keladi. Aynan mana shu, demak, ko'rsatilgan harflar so'z oxirida kelganida, ya'ni so'zni shular bilan yakunlanganda talaffuz qilmaymiz. Ya'ni o'qilmasdan qolib ketadi. O'qilmaydi. Bu yerda harfini yozdim, harfi. Bunda agar belgichalar haqida aytdim, aksallar bor deb. Shu belgisi bo'lmasa o'qimaysizlar. Agar bu so'z oxirida kelib belgili bo'lsa, unda talaffuz qilinadi. Qolgan vaziyat belgisi yo'q bo'lib so'z oxirida keldimi, talaffuz qilinmaydi. Mana ushbu harflar so'z oxirida kelyaptimi, o'qimasdan tashlab ketamiz. Mana shu harflar haqidagi umumiy qoidalarimiz edi. Agar savollarimiz bo'lsa, bemalol kommentariyda qoldirishlaring mumkin. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Mayli, sog'-salomat bo'linglar. Hammaga omad, bon chance, au revoir.